Assalomu alaykum aziz mahalladoshlar. Men O'tkir mahallasida yashaydigan Muhammad Aminman. Bugun sizlarga eng katta rahmatimni aytmoqchiman. Axir mahallamiz Open Budgetning birinchi mavsumida g'olib bo'ldi. 10 yil deganda hammamiz bir yoqadan bosh chiqarib ovoz berdik va g'alaba qozondik. Endi yaqinda 12 ta ko'chamiz teppa-tekis asfalt bo'ladi. Ilgari bu ko'chalarda umuman asfalt yo'q edi. Yozda chang, to'zon, qishli kunlarda esa loy bo'lardi. Tasavvur qilyapsizmi? Endi mahallamiz yo'llarining 80% chiroyli bo'lib ketadi. Kichkintoylar maza qilib yugurib o'ynaydi, velosiped uchadi. Biz yoshlarga bee'tibor bo'lmaganingiz uchun siz kattalardan juda minnatdorman. Bu ishlarda mahalla raisimiz Shavkat aka va Open Budgetda g'olib bo'lishimiz uchun eng ko'p harakat qilib hissa qo'shgan. Jamila opa, Adajonim, Kamoldin aka va Elshot aka, Hamidulla aka, Hojakbar aka va Bobur aka. Hammangizga alohida rahmat. Rais buva, sizga alohida rahmat. Sizning harakatingiz bilan Xo'jaqo'rg'ondan Yunusobodgacha qatnaydigan avtobus yo'lga qo'yildi. Endi uzog'imiz yaqin, og'irimiz yengil bo'ldi. Sizlarning bu mehnatlaringizni biz yoshlar hech qachon unutmaymiz. Lekin oldimizda yana katta maqsadlar turibdi. Kuzgi 2-mavsum Open Budgetda qolgan 20% asfaltlanmagan ko'chalarimizni ta'mirlash va biz yoshlar uchun maktabimiz hududida zamonaviy mini stadion qurilishi uchun kurashamiz. Kelinglar, xuddi shunday faol bo'laylik. O'tkir mahallasi doim olg'a.